Upravляющий, assalomu alaykum. Qarang, nachalnikdan bir kunga menga ruxsat oling, tishim og'riyapti, doktorga boray. Patenting bormi? 2 kun o'tib ketgan. Unda balo-bomi ko'chaga chiqib, Peterga chiqasa politsiya ushlab tiqib qo'yadi. Nima qilayman, o'laymi? Qovoq bo'lganmi? Ha. Unda baniyati shifo deb qovoqqa nos tashlab qo'yasan. Nos? Ota bog'larimiz shunaqaga o'tib ketadi. Bor. Jasur akaga nosmi? Hozir chotki bo'lasan. Mana, qo'y. Baniyat shifo. Ha. Qale, bormi og'riq? Ha? Oo. Tur, sharmanda qilma, tur, nachalnik kelyapti. Ay. Ha, nima boshlandimi? Yo'q. Nima boshlandi? Qornim og'riyapti. Og'riqda aytyapman men. Ha, og'riyapti qornim. Nima jin urdi yana senga? Upravляющий ming bo'lsin. Qornim og'riyapti. Doktorga borib kelay. Ruschani bilmaysan-ku, qanday tushuntirasan qornim og'riyapti deb. Qornim og'riganski deyman. Senga ko'z tekkan o'tgan kun shaharga chiqqaningda. Bitta silayma o'tib ketadi. Sen bor, non olib ket. Xo'p, mana. Zumbul sochidan kirgan bo'lsang chiq, kamon qo'shdan kirgan bo'lsang chiq, alyonadan kirgan bo'lsang chiq, qalay bormi og'riq? Balay yo'qman, yiqib kelay. So'g'aymadi-ku. Sen befarosat qora non olib kelsan-da. Qanaqa non olib kelishing kerak? Oq tandirda yopilgan non olib kelish kerakmi? Kecha ichmaylik dedim senga. Nachalnik, tomog'im og'riyapti, doktorga borib kelay. Sen chala-pala tug'ilmaganmisan, jonimga ham tegding-ku. Tomog'ing og'riyotgan bo'lsa, marojni ye. Sovuqqa. Sovuqni sovuq kesadi. Ota bog'larimiz shunaqa qilgan. Yaxshimisan, ha, Jo'ra? Marojni yedimi bu? Ha, yedi. Nima bo'ldi? A tushundingizmi? Ovozi chiqmayapti. Ha, bu tamom bo'pti. Doktorga olib bor, o'lib bo'lib qolmasa yana. Yur, men olib boraman, yur. Yur, shunga ishonma, shunga, yur. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. У него горло болит, нога болит, спина болит, oshqozon болит. Zub тоже болит. Можно доктор есть? Да, есть. Но o'zbekcha gapirsalar ham bo'ladi. Agar ruschaga qiynalsalar. Ya o'zbek ekan. Yo'q, tomog'im ochilib ketdi. O'zbek ekan. Sharoitchalari zo'r ekan, balinsachani. Olib keldim-da sani. Sen zo'rsan-da. Ya, assalomu alaykum. Tavba qildim, tushunmi, o'ngimmi? Bu ana Sankt-Peterburgdagi mashhur doktor-ku. Shuhrat aka-da. Keling, nima bizda qilyapti? Akajon, mana shu tishimdan tortib oyog'imni uchigacha og'riyapti-da. Hech zahomang, Arsenal klinikasida hamma dardingizga davo topamiz. Topa olasizmi? Qimmat emasmi? Yo, biz muhojirlarimiz uchun albatta hamyonbop qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari esa har oyda bir marta bepul xizmat qilamiz. O'sha kun kelmamizda tekin bo'lardi. Hazillashdi doktor. Bu filiallari ko'pmi? Mani jo'ralarim ko'p Peterda. Metroplosh Lenada, komissariya Smirnova dom oldida ikkita klinikamiz bor. Bitta stomatologiya, bitta esa yonida mnogoprofilli klinikamiz bor. Bundan tashqari metro Azirkida ham klinikamiz bor. U yerda ham stomatologiya, urologiya, ginekologiya, terapiya, kardiologiya, pediatriya bo'limlarimiz bor. Hamma dardingizga davo topamiz. Urologiya ham kerakda. Zo'r ekan doktor. Hozir men stomatologman. Sizni oldin bitta tishlaringizni ko'ramiz, keyin esa boshqa bo'limlarga olib o'taman sizni. Qani bitta oching qani? Nima bo'lgan bu og'iz bo'shi? Nima qilyapsiz? Stroyka qilyapsizmi? Nos qo'ygandim. Ha, hidi kelyapti, hidi. Öyle yuvmadingmi tishingni? Qanday yuvay, tomog'im og'riyotgan-ku. Hadi chiqdi endi. Doktor baribir doktorda otday bo'ldimi? Menga qara. Ha. Sen doktorga bording-ku, doktoringdan so'rachi gemoroyga nima qilsa bo'ladi? Gemoroyga qalampir tiqsin degandi. Ha, bo'pti. Voy. Voy Tarzan, nima qilding meni? Achyapti-ku. Yo, jini ro'sta tiqibdi. Qoch. To'xta, nimalar